Ko'pchilik biladigan shifokorlar va xodimlarning munosabati sabab hammaning mehrini qozongan Hilol Hospital klinikasi endi yangi nom bilan Karvita Hospital nomi ostida ishlarini boshlagan do'stlar. Endi mana shu klinikaning shunchaki nomi o'zgarganmikin yoki uning ichidagi shart-sharoitlar ham o'zgarganmikin? Mana shu savolga hozirgi video orqali javob topamiz. Agar ma'qul bo'lsa, like bosasiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Ketdik. Karvita Hospital. Kirib kelishingiz bilan mana shunaqa hol sizni kutib oladi va bu yerda hamma shifokorlarning xizmatlari sizga taklif etiladi. Hamma klinikada ham kelishingiz bilan rahbarlar o'zlari kutib olishmaydi, lekin bu yerda shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshim kavet, yaxshim. Xudoga shukr. Aka, klinika haqida umuman yangidan tashkil etilibdi. Hilol Hospital yangi nomda rebranding qildik. Faqat nom o'zgarganmikin yoki uni ichidagi shart-sharoitlar ham o'zgarganmikin degan savollar qiziqtirdi. Sizlarga viloyatlardan ham kelishadi, qo'shni respublikalardan kelishadi. Ularga bittagina video yetarli bo'ladi. Hozir biz to'liq ma'lumotlarni berib olsak. Avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Ismim Muzaffar Usarov, familiyam. O'zim kardiolog shifokorman. Bu sohada endi 20 yildan oshiqroq tajribaga egamiz. Shu o'qish, tajriba bilan kelyapmiz. Klinikaga asoslaganimiz 2 yil bo'ldi. Asos solinganida Hilol bo'lgan, a? Hilol bo'lgan. Hilol Hospital deb nom berib boshlaganmiz. Ko'p tarmoqli klinika qilish rejasi bo'lgan. Keyin mana 2 yildan beri rivojlandik, o'sdik, bemorlarga yordam qildik. Shu bilan birga endi yana strategiyalarimiz, maqsad rejalarimizda yana optimallashtirish, korreksiya qilishlar bo'ldida, klinikani yurak-qon tomiriga ko'proq ixtisoslashishga rejani o'zgartirdik. Asosiy fokus demak yurak-qon tomir kasalliklariga qaratadigan bo'ldik. Ya'ni yadro yo'nalishimiz yurak-qon tomir kasalliklari bo'lganligi uchun nomini o'zgartirdik. Korvita so'zi bu lotincha. Tushunishimcha o'zingiz o'sha yurak kasalliklari mutaxassisi bo'lganingiz uchun ham kor adashmasam yurak. Kardiologiya yurak, vito hayot degani. O'sha ya'ni lotincha so'z. Lotincha so'z endi lotin tili bu o'lik til, lekin buni tibbiyot sohasi qabul qilgan. Masalan, kor so'zini, vita so'zlarini butun dunyodagi tibbiyot xodimlari tushunadi. Biz keyingi yana bir maqsadimiz xalqaro darajaga chiqish uchun ham nomini shu xalqaro darajadagi nomga o'zgartirdik. Bu nomni tanlashni o'zi kimdan, qandaydir g'oya kimdan oldingiz masalan? Partnyorim bor, Sherik ham. Ular bilan birga maslahatlashdik, ustozlarimiz bilan maslahatlashdik. Marketing bo'yicha, biznesni tizimlashtirish bo'yicha ustozlarimiz bor. Ular bilan maslahat qilgan holda bir qancha variantlar bo'ldi. 10 dan oshiq nomlarni ko'rib chiqdik va shularning ichida shu Korvita so'zi bizga juda ma'qul keldi. Maqsadimizga, rejamizga, strategiyalarimizga mos keladigan bo'ldi. Tushunarli. Muzaffar aka, ko'pchilik klinikalarda dastlabki kirish qismi juda chiroyli tarzda tuzilgan bo'ladi. Hamma sharoitlar faqat mana shu klinikaning birinchi qismiga fokus qaratilgan bo'ladi-da. Boshqa nuqtalarida unaqa go'zallikni ko'rmaymizda. Hozir keling shu suhbatimizni biroz aylanib, shu klinikaning umumiy qismi bilan birgalikda o'tsak-da. Bo'ladi, bo'ladi. Endi klinikaning bu yer kirish joyi, ya'ni hall deyiladi. Mana yerda mana reception, ya'ni qabulxona. Bu yerda bemorlar keladi, kelgandan keyin bu qizlarimizga uchrashadi. Reception menejerlari hisoblanadi bular. Bu yerda kerakli ma'lumotlarni oladi, registratsiya bo'ladi, maxsus programmalarda registratsiya qilishadi, bazaga kiritadi va shu bilan menejerlarimiz vrachlarga yo'naltiradi yoki tekshiruv usullariga yoki vrachga yo'naltiradi. Ketma-ket ketaveradi keyin bu narsa. Mana bu yerda kardiogramma bor, keyin ichkari kirgandan keyin UZI, laboratoriya va hokazo konsultatsiyalar boshlanadi. O'zingiz ham mijozlarni qabul qilasizmi? Ha, o'zim ham qabul qilaman. Endi ko'proq men bemorlarni obxod qilib beraman, ya'ni ko'rik, umumiy ko'rik qilaman. Jamoani ruhlantirish, ularga yordam berish, murakkab diagnoz va davolashlarni korreksiya, ya'ni optimallashtirish bo'yicha o'zimning bilim tajribalarimni bular bilan bo'lishaman va bularning birga jamoaviy ishlashligini rag'batlantirishga harakat qilaman. Ya'ni birga ishlaylik. Tibbiyot sohasida eng muhim joylardan biri bu tibbiyot o'ta murakkab soha hisoblanadi va jamoaviy ishlanganda juda ko'p yutuqlarga erishsa bo'ladi. Ya'ni sinergizm deyiladi. Birlashganda juda ko'p. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Masalan, xodimlarni, ayniqsa tibbiyot sohasi xodimlarini qaysidir ma'noda rag'batlantirib turmaydigan bo'lsangiz, ularni ruhlantirmasangiz, ertangi kun uchun ishiga qaysidir ma'noda motivatsiya ola olmaydi. Sababi har bir insonni issiq jon, har bir insonni salomatligida erta yoki kech muammo bo'lishi mumkin. Yaratgan biladi buni va mana shunday har qanday vaziyatda ham, qiyin holatda ham tungi 3 bo'ladimi, 2 bo'ladimi, menimcha kun-tun ishlaydi klinika. Shunaqa 24/7 24/7 ishlagandan keyin albatta xodimlarga yaxshi rag'bat kerak bo'ladi va bu narsa bor demak. Shu tomonga yuramiz? Bu yerga yuramiz. Yengilroq bemorlarimiz, ya'ni ahvoli qoniqarli, ya'ni birinchi darajali bemorlar konsultatsiyadan olib, shu yerda kapelnitsa, ukol, muolajalarni olib, uyga yoki ishga ketaveradi. Ko'pchilik klinikalarga borganimizda, masalan, shifokorlar o'zlarining bemorlari bo'lsa, o'sha ukollarni qilib qo'yamiz, osmalarni qilib qo'yamiz deyshadi. Sizlarda ham shunday
jihat bormi yoki masalan faqat ukolni o'zi bilan keladigan bo'lsa aytaylik, bugun kunduzi 3 ta ukol olish kerak. Shuning uchun keladigan bo'lsa ham xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Ko'rsatamiz, qachonki u yerda tavsiya vrach tomonidan yozilgan, qo'l qo'yilgan, pechat urilgan bo'lsa bo'ladi. Lekin bizda ba'zi bemorlarimiz bor, o'zizga o'zi tavsiya qilib aptekadan sotib olib kelsa, uni to'xtatamiz. Chunki uning javobgarligi bor. Bu juda ham to'xtatadi. Juda zo'r. Muzaffar aka, bu tomonda qanaqa xonalar joy olgan? Bu yerda call center markazimiz bor, keyin laboratoriya diagnostikamiz, oshxona va omborxonalar joylashgan, aptekalarimiz bor shu. Call center bu resepsionni o'ziga belgilasak bo'lmaydimi, yuklasak bo'lmaydimi shu vazifa? Bir paytlar biz boshlagan paytda shunaqa qilganmiz, chunki ko'p klinikalar shunaqa edi. Call centerga bitta telefon olib berib, ma'lumot berib turadi. Keyin bu narsa yana qiziq bo'ldi. Men Turkiyaga tajriba almashishga borganimda, Memorial, Live Hospital klinikalari bor. Endi ular jahon urovniga chiqqan, GSID o'sha sertifikatlar olganda, ularda ayniqsa ko'rib qoldim. Call center markazida 40 dan ziyod odam xodimlar ishlayotgandi. Ular butun faqat Turkiya, butun dunyo bilan gaplashyapti. Hammasi tibbiyot xodimlari, tibbiyotga yaqin xodimlar, call center menejerlari bor. U yerda har bittasi bo'limlar bor. O'sha yerda men ko'rib, ha, demak, bunaqa bo'lish kerak ekan degan xulosaga keldikda va mana shu narsani o'zimizda ham endi kichkinaroq, lekin shuni sekin-sekin joriy qildik. Ko'rsak bo'ladimi call center xonasi? Call centerimiz menejerlari hozircha mana 4 ta menejer tayyorlaganmiz. Sekin-sekin 6 ta, 8 ta, 10 tadan oshirmoqchimiz bu klinikaga. Endi call center bilan boya aytganda resepsiyonda shu yerda bir ozgina ma'lumot. Resepsiyon menejerlari telefon bersak, ular faqat informator, ya'ni ma'lumot beradi. Ya'ni lokatsiyani, joylashishni, qanaqa yo'nalishlar borligini aytadi. Bu xodimlarimizni biz menejerlikka o'qitganmiz, hamda o'zlari tibbiyot xodimi, hamshiralik qilgan va shu sohaga qiziqadigan qizlarimizni olyapmiz, savol-javob qilib. Bular vrachlar beradigan ma'lumotlarni telefon qilganda bemorlarimiz yo bemorlarning qarindoshlari o'shani to'liq batafsil tushuntirib berishga maksimal harakat qilishadi. Demak, tushunishimcha, bularda ham qaysidir ma'noda tibbiy ma'lumot bo'lishi kerak, a? Tibbiy ma'lumot bor. Bularga mana bu yerda har bittasiga o'sha har bir sohalarning egalarining qanaqa xarakteristikalari, ma'lumotlari, bu asosiy davriy mana bu yerda darslar o'tib boriladi. Oddiy masalan, o'tdosh kasalligi qanaqa bo'ladi, sabablari. Chunki mana shularni bular o'rgansa, bemorlarga to'liq tushuntirib, asorati, kerak bo'lsa narx-navolar hammasini tushuntiradi. Mana shuni qilganimizdan keyin bizda juda shifokorlarimiz juda xursand bo'ldi. Chunki oldinlari ko'p klinikalar o'zimiz ham bunday o'ylab qarasak, call center menejer vazifasini bajarganmiz. Telefonni tushuntirib, unaqa narxini va boshqasini. Hozir bu narsalarni vrachga telefon qilsa, darhol bularning nomeri beriladi. Ular kerak bo'lsa 20 minut, yarim soatlab tushuntiradi. Batafsil daqiq joylarigacha tushuntirib beradi. Bemor keyin endi masalan o'ylang, uzoqdan keladi, Xorazmdan, Qoraqalpoq, Qozog'istonlardan kelishadi. O'zi hammasini reja qilib keladi va o'sha joyga to'g'ri taktika bo'ladi. Shu joyda mana bizni kuzatuvchilarimiz orasida ham agar qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, e'tibor berdingiz, o'zingiz ko'rdingiz, birinchi o'rinda call centerga tushasiz va ular sizni shunchaki 2 ta yoki 3 ta ma'lumot bilan qo'ng'iroqni yakunlashga harakat qilishmaydi, balki ko'proq ma'lumot berishadi. Salomatligingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni, albatta o'zlarining tibbiy ma'lumotlardan, ilmlardan kelib chiqqan holatda sizga yetkazishadi. Bu yerga kelish shartmi yoki shart emasmi, bular ayta oladi, to'g'rimi? Aytadi, shuni tushuntiradi. Masalan, ba'zi bir savollar bo'ladi, haqiqatan shifokor urovnida, ya'ni darajasida javob berish kerak bo'lsa, qizlarimiz yozib oladi shu savolni. O'sha o'zimizda mana mutaxassislar bor, ular bilan borib, shu yana gaplashib, ma'lumot olib, yana qayta aloqaga chiqib tushuntirib berishadi. Bemorning ham vaqti tejaladi, puli tejaladi, ma'lumotlar aniq bo'ladi, shifokorlarimizga ham ancha yengillik bo'ladi. Bu Hilol Hospital bo'lgan vaqtda ham bo'lganmi call center? Bo'lgan. Hilol Hospital paytda ham bo'lgan. Xalqaro darajadagi, mana asta-sekin mana qozoq tilini biladigan, tojik tilini biladigan, sekin-sekin turkman tillarini tushunadigan, rus tillarini biladiganlarni bir chekkadan qo'yishni reja qilganmiz. Ajoyib, zo'r. Xudo xolasa. Bu dorixonamiz, ya'ni klinikaning ichki aptekasi. Dori endi bu ham bir katta ilm. Biz oldingi ko'p klinikalar ishlaganimizda dorini o'ziga yozib berib olib keldirishardi. Shu yerda juda ko'p xatoliklar bo'lardi, ya'ni srok o'tib ketgan dorilar yoki unaqa sifati yaxshi bo'lmagan dorilarni bemorlar olib samarasi bo'lmasdi. Bu ko'p muammo bo'lgan. O'zim ishlagan klinikalarda oldingi. Mana shu narsani men g'oyaga kiritganimda ko'pchiligi inkor qilgan. Yo'q, bunday deb klinika rahbarlari. O'zimizga maqsad qilib qo'ydik, klinika ochsak biz shunaqa qilamiz deb. Hamma dorini topsa bo'ladi. Hamma dorini olib keldirgizamiz. Olib kelganda ham bitta narsada bu dori, masalan, oziq-ovqatga inson kirsa, oziq-ovqat ajrata oladi. Surogini, sifatini, mazasini. Lekin dorini shifokor, hamshira bilmasa, u oddiy odam masalan 1 yilda, 2 yil, 3 yilda bir marta ichib tushadi deylik. U bilmay qoladi. Mana shuni o'tkazib yuboradi-da, aptekachilar ham hozir usta bo'lib ketgan-ku. Dorining har xil turi bor. Sifati bo'yicha,
bo'yicha, tarkibi bo'yicha, ta'siri bo'yicha buni endi shifokorlar ishlatgan shifokor hamshiralar biladi. Biz bilamiz. Shuning uchun biz buni firmalar bilan gaplashib, dori firmalari bilan shu sifati yaxshi bo'lgan, ta'siri konkret bo'ladigan dorilarni olib kelinib, bu yerda ham uning saqlash joyi sharoiti ham bo'lishi kerak. Ha, salqin bo'lishi Quyosh kerak. tushmasligi kerak, 5 gradusdan 25 gradus orasida bo'lishi kerak. Mana hammasi tartibga joylashgan bo'lishi kerak. Biz shu yerdan olamizda bemorlarimizga qo'yamiz. Narx-navolari apteka bilan deyarli Eng bir qizil xil. jihati shu. Bir xil. Chunki biz buni ulgurji, ya'ni optim olamiz. Apteka narxida o'sha urovingga olib kelamiz. Hammasi joy-joyida bo'ladi. Xullas kelasiz, o'zingizga tegishli bo'lgan shifokorga uchrashasiz, ulardan maslahatlarni olasiz. Dorilar kerak bo'lsa, ko'chalarda, dorixonalardan o'sha dorini qaysisi ekan endi ba'zi bir holatlar bo'ladi-yu, masalan, shifokorlar 500 ligi yozsa, dorixonaga borsak, dorichi aytadi 500 ligi yo'q-ku, 250 ligidan ikkita olsangiz bo'lmaydimi deydi. Shu joyda ikkilanish bo'ladi. Qo'ng'iroq qilsa, allaqachon shifokorning oldida boshqa bemor bo'ladi. Band bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda eng zo'r qulay komfort haqiqatdan ham kelasiz, dorini mana shu yerning o'zidan ko'cha narxida deylik, balki undan ham arzon bo'lishi mumkin. Narxlarni o'zingiz solishtirib ko'rishingiz mumkin, lekin eng qulayi mana shu yerning o'zida hal qilish mumkin. Shu narx-navolarga bitta nima qilaylik? Bu ko'p klinikalardan bizni farq qilganimiz, afzallik deymizmi, ustunlik deymizmi, bemorlarga bir ma'lumot. Biz dorilarni qanaqa dori qilganmiz, qancha dozada qilganmiz, nechta ampula qilganmiz, sanog'i, soni va narxini albatta ketayotganda kvitansiya ko'rinishida chiqarib beramiz. Bir xilda undan umumiy narx aytsa, bemorlar bilmasligi mumkin-da. Narx qanaqa bo'ldi o'zi, dori qimmatga tushib ketmadimi deb. Shu savollarga ham javoblar aniq bo'lsin, detalni qo'liga berib yuboramiz. Vipiska beramiz, uning orqasiga ilova qilib yopishtirib beramiz. Bemorlar borib aptekalarni solishtirib, ko'rib, yana ham bo'lgan boyagi ishonchi o'zi ortaveradi. Birinchi marta kelganlarida biroz shubha qilishlari mumkin mijozlar, lekin bir marta kelib, o'zlari mana shu yerda davolanganlardan keyin, avvalo ikkinchi marta kelishmasin. O'zi shifoxonaga kelgan insonlarga yana qayta keling degan fikrni aytishni o'zi sal noto'g'ri-yu, lekin bilasizmi, yaxshi niyatda ham keladiganlar bo'ladi-da. Hali bu haqida savollarimiz bor. Davom etaylik. Bu xonamiz qabulxona, elektrokardiogrammga tekshiruvlar qilinadi. Shu bilan birgalikda operatsiya bo'ladigan bemorlar yoki statsionar yotib davolanadigan bemorlarda kasallik tarixi ochiladi bu yerda. Ha, bu yerda. Bu yerda birlamchi tekshiruvlar, ya'ni oddiy mana tana vazni, bo'yi, bu yerda keyin mana bu InBody degan apparat bor. Bu yerda mushak, yog', suyak qismlarini ajratib beradigan apparatni tekshirishdan o'tib, kardiogrammadan o'tib, keyingi bosqichlarga o'tib ketadi. Muzaffar aka, adashmasam, inson tanasida ortiqcha yog'larni aniqlaydi-da. Vazn ortiqcha bo'lsa, yog', suv, mineral, masalan, suyaklarning osteoporoz degan bo'lsa, suyak qismi, qattiq qismi bor. Ularni hammasini ajratib beradi. Foizlargacha chiqarib beradi. Juda hozirgi paytda keng tarqalgan InBody ekan. InBody. Demak, bu tomonda Muzaffar aka, adashmasam, ko'p xonalar bor ekan. To'g'ri, endi hammasini ko'rsata olmaymiz, chunki ba'zi bir xonalarda patsientlar, mijozlar bo'lishi mumkin. Agar imkoni bo'lsa, bo'sh xonalarni ko'rsatib o'tsak mijozlarimizga. Bu xonalar endi asosan tor mutaxassislar o'tiradigan kabinetlar. Bu yerda bemorlar registratsiyadan o'tib, yo'nalish o'zining muammosi, shikoyati bo'yicha yo'nalish tanlab, ya'ni kardiolog, nevropatolog, gastroenterolog va hokazo ketaveradi. Kirishadi. Mana bu yerda shifokor o'tiradi. Bu yerda mana kompyuteri, bu yerda bemorni so'rab surishtiradi. So'rab surishtirishga hozirgi paytda juda ko'pchilik uncha sust e'tibor beradi, lekin o'ta muhim bo'lgan qismi hisoblanadi. Bemorga to'g'ri tashxis qo'yish va davolash taktikasini tanlashda. O'zim tajribamdan kelib chiqqaman. Hozirda ko'pchilik shifokorlarga maslahat, endi bemorlarga ham tavsiya, so'rab surishtirishga sustkashlik yondashgan shifokor uncha zo'r shifokor emas desa ham bo'ladi. So'rab surishtirish deganda mijoz bilan gaplashish, bemor bilan, ha? Gaplashish, uni kasallik tarixini so'rash, yana yo'naltiruvchi savollar berish, buni batafsil uni eshitish, mana shu joyi muhim. Birlamchi ko'rayotganda. Endi qayta ko'rib bo'lsa tushunarli. Keladi, o'zi biladi. U masalan 3 yil, 5 yildan beri shifokorda davolansa, o'zi uni so'rab surishdi, unda ba'zi ma'lumotlar bor. Allaqachon bor. Kasalni biladi, uning davriy-davri qo'zib turish mexanizmini tushunadi, kerakli joylar so'raydi. U ma'qul. Lekin birinchi marta ko'rayotgan bemorda shifokor yaxshilab so'rab surishtirish kerak. Shu yaxshilab so'rab surishtirganda 70-80% holatda o'zi tashxis qo'yiladi. Uni endi albatta bilim, shifokorning tajribasiga, o'zini shu fidoyiligiga va hokazo faktorlarga bog'liq. Bu yerda mana bular kerak bo'ladi. Mana bu bemorga ba'zida naglyanni, ya'ni tushuntirish uchun, masalan, oddiy mana yurakning tomirlari qanaqa torayib qoladi, bir xillar aytgani bilan tasavvur qila olmaydi ko'pchilik bemorlar. Biz buni ko'rsasak, deb yuboradi keyin. Mana bu klapan nima anaqa bo'lgan, mushak va anaqa bo'lgan deb bu yerda rasmlarda kengayib ketgan, masalan, yurak mana bu kengayib qalta bo'lib qolgan yurak, masalan, infarktdan keyin yoki baland davleniyaning ta'sirida mana qalinlashib ketgan yurak o'zgarishlarini ko'z bilan tushuntirsak, bemor keyin uni haqiqiy holatini his qilib keyin ishonch. Siz shu sohani mutaxassisiz. Da, kardiolog.
yurakni faoliyatini sekinlashtiruvchi, uni vazifasini og'irlashtiruvchi qaysi mahsulotlar bor? 3 ta mahsulotlarni ayta olasizmi shu joyda? Ya'ni qaysi mahsulotlar yurak faoliyatini qiyinlashtirib qo'yadi? Mana hozir juda zararli mahsulotlar ko'payib ketgan. Shu qaysilarini ayta olasiz? Endi eng yurakka nojo'ya ta'sir qiladigan albatta spirtli ichimliklar. Qon bosimini, yurakni erta qaritadigan zaharlaydi. Bilvosita va bevosita. Bundan keyingi mana yurak qon tomirlariga ta'sir qiladigan o'sha tamaki mahsulotlari. Keyingisi hozirgi paytda keng tarqalyapti o'sha kofein, tauringa boyitilgan o'sha Energetik ichimliklar. energetiklar, mana kola, Pepsi va hokazo. Haddan ziyod iste'mol qilish, shakar masalan tarkibida. Ular ko'plar shakar semirtirib, yurakka bo'lgan nagruskani ko'paytiradi. Odamning asosiy ortiqcha vazni va stress yurakka bo'lgan nagruskani ko'paytiradi. Biz nafaqat mana shu klinika faoliyatini, balki sizga yurak haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz mana shunaqa. Xo'p, davom etamiz. Ultratovush tekshiruvi hozirgi paytda eng zararsiz, juda ham keng imkoniyatga ega bo'lgan, ma'lumot beradigan tekshiruv usuli hozirgi zamonda. Zararsiz deganingiz buni o'zi zarari bormi? Masalan, oddiy rentgenda nurlanish bor, EGDFSda yurakka nagruska berish mumkin bo'lmagan joylari bor. Buni keng dostupli, ya'ni har qanday bemorda ko'rsa bo'ladi. Masalan, har bir tekshiruvning o'zining zarari, noqulay holatlari bo'ladi-da. Ya qarshi ko'rsatmalar bo'ladi shu tekshiruv o'tkazishga. Bu yerda endi Bobur aka travmatolog, har xil bizda yo'nalishlar, kardiologiya, nevrologiya, endokrinologiya, gematologiya, qon kasalliklari. Shifokorlarni tanlashda klinikangizga qaysi asosiy jihatlarga e'tibor qaratasiz? Yoshgami yoki diplomgami yoki umuman boshqa o'zingizning qoidalaringiz bormi? Qanday? Endi juda bir aktual, ya'ni dolzarb bo'lgan bu mavzu. Bu bo'yicha masalan men uzoq yillardan beri mubolag'a bo'lmaydi, o'rganib kelyapman ustozlardan. Ya'ni bu yerda klinika rahbari sifatida mening asosiy vazifam kuchli jamoa shakllantirish deb o'rgatilgan. Ustozlar, shuni o'zim ham natijasini ko'rib kelyapman. O'zimga ham doimo qoniqmaslik narsasi bo'ladi. Ya'ni xodimlardan doimo izlanib, o'rganib, yana bundan ham kuchli xodim bo'lish kerak. Yana degan shu narsa bo'lgan. Bu endi talabchanlikdan deymizmi, yoshligimizdan bo'lgan bu narsa. Balkim shu ham turtki bo'lgandir klinika ochishga. Men ko'p klinikalarda ishlaganda o'sha kuchsizroq, ishiga suskashlik yondashadigan, noto'g'ri ishlar qiladigan va hokazo shunaqa xodimni ko'rsam, vijdonan qiynalib, joy kelsa yuziga ham gapirgan paytlarim bo'ldi. Mana bunaqa bo'layapti, bunaqa bo'lmaydi. O'qi izlad yo bu sohadan ket vobshe degan joylarim ham bo'lgan. Tibbiyot sohasi bu nozik soha, inson hayoti, aytadi shifokor bilan haqqimiz yo'q. boyagi nima sapyor bir marta adashadi deydi-ku. Bo'ldi, keyin uni qaytarib bo'lmaydi. Boshqa sohalarda to'g'rilash oson. Xato ketdi, mana sexda bilan ishlab chiqadi, noto'g'ri brak chiqdi. Bo'ldi, uni to'g'rilab yana qilaveradi. Bizda u juda qiyin bo'ladi yoki umuman iloji ham bo'lmaydi. Siz uchun xodimlarni qaysidir ma'noda bilimi muhimmi yoki tajribasimi? Albatta, birinchi navbatda diplom. Ma'lum bir akademический ma'lumotni olmasa uni ololmaymiz. Bizning huquq normalari bo'yicha ham dokumental mumkin emas. Telefonda qilganda o'zi standart, ya'ni diplom qayerda tugatgansiz degan savol beriladi. Keyin suhbatga chaqiriladi, tajribasi so'raladi, boshqa klinikalarda qayerda ishlaganligi so'raladi va shu bilan parallel ravishda yutuqlari, keyingi tajriba oshirganligi, ilmiy ishlari va hokazo hammasi so'rab surishtiriladi. Hard skill deyiladi, boshqachasiga bilim, tajriba, ko'nikma, taktikalar. Bu tomondan tashqari men albatta uni soft skilliga, ya'ni muomalasiga, mana shu sohaga nimaga qiziqqanligiga, bu sohada ishlashdan maqsad nimaligi, niyatlarini ham so'raymiz suhbatda. Shu sohani yaxshi ko'rsa, shu sohani fidoyiligi sezilsa, uni ishga olamiz va biz shu ishga olganda uzoq yillar muvaffaqiyatli ishlab ketamiz. Shunday. Tibbiyot sohasi bitiruvchilari shu joyda noto'g'ri tushunmang, diplom muhim ekan deb shunchaki ishga kirib kelaman ekan deb o'ylamang. Diplom bu sizni ilm olishingiz uchun imkoniyat bo'lganligini isbotlovchi hujjat xolos. Agar o'qimagan bo'lsangiz, albatta ishga hech qayerda qabul qilinmaydi. Shunaqa. Davom etamizmi? Lift bilan Muzaffar aka, bu yopiq eshik ortida qanday jarayon amalga oshiriladi? Bu bo'limimiz reanimatsiya deyiladi. Ya'ni qayta jonlantirish deyiladi o'zbekchasiga. Bu yerda og'ir bemorlar yotqiziladi va bu og'ir bemorlar shu bilan birgalikda katta operatsiyalardan keyingi nazorat qilinadigan 1 kun 2 kun nazoratda bo'lib, to'liq tiklanish jarayoni shu yerda bo'ladi. Bu yerda reanimatologlar va ularning yordamchilari, shogirdlari, reanimatsiyada ishlagan hamshiralar ishlaydi. Endi albatta bularning ishi ancha qiyin, mashaqqatli, juda ham katta mas'uliyat talab qiladi, chunki har bir daqiqa, har bir vaqt har xil holat bo'lishi mumkin. Soniya ichida 24 soat davomida bemor nazoratda bo'ladi. Bu shunaqa eng klinikamizning nozik joyi deymizmi, bitta mas'uliyat talab qiladigan bo'lim hisoblanadi. Bu yerda bemorlar taxminan qancha muddatgacha qolishadi reanimatsiya xonasida? Bu yerda o'rtacha 3 kun, 4 kun. Endi masalan ba'zi bemorlar 1 kun, 2 kunda ham chiqib ketadiganlari bor. Operatsiyadan keyin yaxshi hammasi muvaffaqiyatli bo'lsa, 1 kunda o'ziga yaxshi tiklansa, ko'rsatkichlar joyiga kelsa, 1 kunda palataga o'tkaziladi albatta. Uyga bu yerdan endi uyga javob berilmaydi birdaniga. Albatta intensiv palata yoki oddiy standart palataga o'tkazib, yana 3 kun, 5 kun nazorat qilinib, to'liq tiklangandan keyin uyga javob beramiz. Ba'zi
bir og'ir bemorlar 5 kun, 7 kun, 10 kungacha yotib bu yerda muolaja olib imkoniyat bor. imkoniyatlar borda. Ha, Muzaffar aka, asosan hozir mana ko'rdim, bemorlarga fokus qaratilgan, ya'ni bemorlarni xonalari ko'pda, lekin shifokorlarga ham ajratilgan xona bormi yo'qmi? Albatta. Mana shu xonamiz reanimatologlarga ajratganmiz, 2-3 ta reanimatolog. Endi bu yana ham men bu ustida ishlayapman. Kompyuter, bu yerda apparatlari o'zining tekshiruv, yotib dam olishga, masalan, o'tirib dam olishga, choy ichishga, kofe ichishga divan, xonadonliklar. Bu yerda mana sanuzel, hojatxona, dush, hamma sharoitlari bor. Bu narsani men o'zim shifokor bo'lgandan beri nima qilamiz? Har xil klinikalarda ishlaganimda ko'pincha fokus shifokorlarga qaratilmaydi. Juda oddiy sharoit qilib berishadi. Mana o'zimiz stullarni ustida ham, stullar taxlab ham yotganmiz. Kushetkalarda yotganmiz, ertalab turganda og'rib hamma yoq. Shunda rahbariyatga aytganimizda ham sizlar yotishlaring kerak emas, uxlashlaring kerak emas degan bir nolalar berishardi. Ba'zida jahlimiz ham chiqqan. Yo'q, keyin o'zimdan kelib chiqib, mana o'zimni o'tganini o'zim bilaman-ku endi. Hozir mana shu shifokorlarga yaxshi sharoit qilib berishga harakat qilyapmiz. Shu dam olsin, chunki odam dam olsa, yaxshi sharoitda uxlab, sal o'zaro o'qisa, samaradorligi oshadi. Masalan, u shifokor ham inson oddiy. U ham dam olish kerak, ovqatlanish kerak, choy ichish kerak, kofe ichish kerak, sal o'ziga kelib olish kerak, chalg'ish kerak. Masalanda, u robot emas, to'xtovchilik yuradigan. O'sha vaqtda sizga demak to'g'ri prinsip qo'llashgan ekanda, qarang. Siz o'shandan saboq chiqarib, mana chiroyli sharoit qo'ygansiz. Shunday. Davom etamiz. Xo'p, bu tomonda ikkinchi qavatda turibmiz. Qanaqa xonalar joylashgan ekan? Bu yerda standart palatalar, ya'ni lyuks deyiladi, lyuks, polyuks deb nomlanadi. Ya'ni 2 kishilik, 3 kishilik. Reanimatsiyadan chiqqandan keyin bemorlar shu xonalarga ajratiladi. Endi ahvoliga qarab, ba'zi birlar reanimatsiyadan, ba'zilar to'g'ridan-to'g'ri bu o'limga kelishadi. Bemor ahvoli stabil, turg'un bo'lsa, bu yerga yotqizamiz. Bu yerda mana muolajaxona, bu yerda bemorlarga kapelsa, ukol, tabletkalar tayyorlanib tarqatiladi. Bu yer mana fizioterapiya o'tkaziladigan joy. Hammasini bir joyga joylashtirganmiz, qulay bo'lishligi uchun bemorlarga ham, hamshiralarimizga ham. Xo'p, mana shu masalan bitta palataga kirib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, Muzaffar aka bu xonaga kirib, Karvita otelga xush kelibsiz desak ham bo'laveradi. Chunki rostdan ham mehmonxona uslubida qurilgan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Nimaga bunaqa sharoitda? Bu 2 kishilik endi lyuks palatamiz. Endi bemorlarga albatta bu yerga 10 kun, 12 kunlab keladi bemorlar. Endi shu yerda yotganda zerikmasdan hamma sharoit qulayliklarini qilib berishga harakat qilganmiz maksimal. Bu yerda mana tumbichka, kravatlar ham qulay qilib, matraslargacha e'tibor beramiz. Ortopediskiy bo'lib, yaxshi yotsin deb. Keyin bu yerda mana sovutish sistemalari, televizor, xolodilnik. Yotgan bemor ertalab uyg'onganida u shifoxonada ekanligini unutadi, bir jihatdan. Bir jihatdan shunday. Xayolda o'zini uyda yoki bir lyuks mehmonxonada yotgandek komfort his qilish kerak va bu albatta kayfiyatga ta'sir qiladi. Kayfiyat menimcha bemorlarni sog'ayishida birinchi o'rinda. Katta rol o'ynaydi. Kayfiyati, ishonchi, ruhiyat holati bizni qilayotgan muolajalarimizning o'sha organizmga ta'sirida juda ham katta rol o'ynaydi. Qancha kayfiyat zo'r bo'lsa, shuncha zo'r effekt ko'ramiz. Yurak bo'yicha ikkinchi savol aka. Yurak faoliyatini yaxshilovchi mahsulotlardan ham aytib o'ting. Endi qaysi mahsulotlarni yesak, o'sha yuragimiz baquvvat bo'ladi, qonlarni tez-tez haydaydi. Shu jihatlarga ham to'xtalib o'taylik. Mahsulotlardan oladigan bo'lsak, albatta ko'katlar, meva-chevalar, shu bilan birgalikda mana baliq yog'lari qon tomirlarini tozalaydi, xolesterinlarni, yomon xolesterinlarni parchalab, neytrallayib yuborishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda faqat yeyishdan tashqari deylik, buni shu yerda suv va suyuqlar ko'p iste'mol qilish ham qonni suyultirib, qon aylanishi yaxshilanib, yurakka bo'lgan nagruzkani kamaytiradi. Ya'ni qancha oddiy bir nasosda suv iflos bo'lsa, nasos qiynalib haydaydi, kachat qiladi. Xuddi yurak bu nasos, qonni aylantiraveradi. Bu yerda qancha qon suyuq bo'lsa, yurakka bo'lgan yuklama kam bo'ladi. Yurak bemalol xotirjam ishlaydi. O'shaning uchun qonni suyuq bo'lishligiga asosiy omillardan bittasi suvni ko'proq iste'mol qilish. Shu yerda yana birini aytib qo'yaylik. Yurakka masalan yana zo'r yordam beradi. Ko'p aktiv obraz жизни deymiz. Hozirgi paytda katta muammolardan bittasi jismoniy tarbiya. Ko'p yurish, ko'p ishlash, masalan, zinadan chiqish oddiydan boshlab. Shu bilan birgalikda qani regular sport bilan yoki suzishlarga, tennis, bilyard, nimadir shunaqa aktiv harakat talab qiladigan ish bilan shug'ullanish ham zo'r effekt beradi. O'zimizni, masalan, o'zimni kasbimda ko'p o'tirib ishlaymizda, ora-orada do'stlarimiz shu futbolga chaqirishadi, boshqaga borishadi. 15 daqiqadan keyin u yog'iga kuchimiz yetmay qoladi. Chunki yurak o'sha moslashmaganda, to'g'ri aytyapsiz. Yurak moslashmagan, ora-orada mana shunday yurib turadigan bo'lsa, albatta yurakni chiniqtirib, tayyorlab keyin borish kerak ekan deb o'ylayman, lekin baribir dangasalikdan
bosh chiqmaydi. Bu qanaqa xona Muzaffar aka? Bu palatamiz intensiv o'zi palata, O'zi boshlang, intensiv aha. terapiya deyiladi, intensiv palata. Bu yerda mana Oo. kravati farq qiladi. Funksionalniy kravat deyiladi. Ya'ni og'ir bemorlar yotganda bu o'zgartirishga, holatini o'zgartirishga boshqa bir qancha funksiyalari bor. Oddiy kravatdan afzalliklari ko'proq. Aynan qaysi kasallik bilan og'rigan bemorlar bu yerda joylashtiriladi? Endi ko'p o'zidan ahvoli og'ir bo'lgan bemorlar, masalan, o'sha pnevmoniya bo'lishi mumkin, infarkt holatlari, insult bemorlarimiz, jigar kasallikdagi masalan, jigar sirrozi, shunga o'xshash og'ir bo'lgan bemorlarimizda mana shu yerda. Chunki bu yerda kislorod ta'minoti bor. Bemorga kislorod kerak bo'lsa, kislorod ham ulash mumkin va holatini o'zgartirishga bu kravatdan foydalanib. Bunaqa xonalar nechta? Intensiv. Bunaqa koykalarimiz hozircha 20 ta. Qarang, bu yerda masalan davolangandan keyin haligi oddiy xonalarga ham yana o'tkaziladimi yoki shu yerni o'zida davolanib chiqib ketadimi? Ba'zilari o'tkaziladi, ba'zilari chiqib ketadi. Chunki narx-navosi ahamiyati borda. Ha, farqli. Bu yerda vrach ko'rigi boshqacha bo'ladi, e'tibori boshqacha bo'ladi, medsestrlar biriktiriladi. Bu yerda mana kislorod va hokazodan kelib chiqib, sal narx-navoda farq bo'ladi. Uning realni aytadigan bo'lsak, endi bu yerda masalan 5 kun, 7 kun bo'lsa, qolgan ahvoli stabil bo'lsa, oddiy palataga o'tkazib qo'yamiz. Bu yerda narxlari arzon, chunki o'ziga o'zi xizmat qiladi. Bu yerda boshqacharoq bo'ladi. O'zi narxni salomatlikka kelganda, boshqa narsada bo'lsa ham salomatlikka kelganda u qadar tejash kerak emas deb o'ylayman men. Aslida o'sha narx-navoni topadigan, sizni salomatligingiz, sizni mana shu ikki oyog'ingiz, yurib turgan oyog'ingiz, ko'rib turgan ko'zingiz bo'ladi. Agar ular uchun pulni tejaydigan bo'lsangiz, ertaga bilmadim, salomatlik sizni juda ko'p qiynab qo'yishi mumkin. Davom etamiz. Muzaffar aka, bu tomonda qanaqa xonalarimiz bor? Bu yer endi operatsionniy blok, jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Hozirgi kunda bizda qorin bo'shlig'i jarrohlik amaliyotlari, ichak jarrohlik amaliyotlarida yo'lga qo'yganmiz. Jigardagi jarrohlik amaliyotlari hozirgi kunda amalga oshirilyapti. O'zida shu yerda bajariladi. Oshirilganda ham laparoskopik usulda qilinyapti. Ko'pchilik operatsiyalar, masalan, oddiy ko'richak deydi, hozir appenditsit kasalligi ham oldinlari traditsion usul deyiladi, ya'ni kesib, ya'ni 15 sm klassda kesilib, ochilib, uni qilinardi va uning reabilitatsiya, ya'ni tiklanish davri kamida 1 oyga davom etardi. O'sha mehnat qobiliyatini yo'qotib, pastel rejim, polipastel rejimda sekin. Yo'q, hozirgi kunda buni laparoskopik usulda ikkita kichkina teshik bilan kiradi. Endi xalq tilida buni lazer usul deydi. Laparoskopik usulda kirilib, o'sha appenditsit olib chiqib ketiladi. 2-3 kundan keyin bemorlar mehnat qobiliyatini tiklab, yurib, kirib, chiqib yuraversa bo'ladi. Qo'y. Shu tomonlari juda ham yaxshi. Mala invazivniy, ya'ni kam invaziv usulda boshqa to'qimalarga, organlarga shikastlanish juda ham minimal darajada bo'ladi-da. Ayni kasallik, patologiya bartaraf qilinadi. U ikki tomondan kiradi deyapsiz-ku, ularni ham o'sha shifokorlarning o'zi bajaradimi yoki qanaqadir texnologiya? Shifokorlar o'sha texnologiya asosida laparoskopiya tekshiruv asbobi bilan kirib boriladi-da, ekranda bajaradi. Ya'ni u yerda kirgizganda o'sha teshikdan kamera kiradi, yana kesadigan, tishlaydigan, kuydiradigan apparatlar ma'lum bir trubka asosida kirib borilib, unaqa kesma qilmasdan bu murakkab operatsion xonasi, to'g'rimi? Tushunishim. Bunaqa xonalarda nechta bor? Bunaqa operatsionniy zallardan 4 ta. 4 ta bor. Hozirgi paytda ikkitasi ishlab turibdi. Etap-etap qolgan ikkitalarini boya aytgandek, boshida aytganimdek, kardioxirurgiyaga ixtisoslashtirish uchun tayyorlab boryapmiz. Endi shu sohada ancha vaqtdan beri ishlaysiz. Balki shu yerdadir, balki boshqa faoliyatingiz davomida, boshqa nuqtada eng uzoq vaqt davom etgan jarrohlik amaliyoti sizda necha vaqt, qancha soat bo'lgan? Men ko'proq terapevtik yo'nalishda ishlayman. Endi kuzatganlarim 8-10 soat, 12 soatgacha davom etadi. Ayniqsa kardioxirurgiyada. O'zingiz rahbarligingiz ostida ham bo'lganmi shunday 8 soatliklar? Yo'q, unaqa rahbarligim ostida unaqa 8 soatlik emas, hozir 1-2 soatliklar bo'lib turibdi. Endi u aytganda shunga endi moslashtirmoqchimiz. Kardiyo jarrohlikda shunaqa bo'ladi. Neyrojarrohlik va kardiyo jarrohlik amaliyotlarida uzoq vaqt davom etadi, chunki u juda chuqur amaliyotlar. Ha, tushundim, bo'ldi. Muzaffar aka, odatda bu xonaga kirganda ko'pchilikni siz savolga tutasiz, lekin bugun unaqa bo'lmaydi. Bugun savollarni men beraman. Yana biroz vaqtingizni olamiz, Muzaffar aka. Klinika haqida, umuman bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar haqida ko'rib, tomoshabinlarga ham ko'rsatib o'tdik, hamin qadar harakat qildik. Endi savollarimiz umuman o'zingizga qaratiladi. Masalan, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun aynan bemorlar aynan Karvita klinikasini tanlash kerak bo'ladi agar tanlov ko'p bo'ladigan bo'lsa? Har klinika ham o'ziga yarasha yaxshi afzalliklari bo'ladi, yo'nalishlari bo'ladi, klinikaning ixtisoslashgan bo'ladi, masalan o'sha lorga yoki oftalmologiya. Biz endi o'zimiz Karvitani hozir kardiologiyaga ixtisoslashgan, masalan 4 ta kardiologimiz bor, adashmasam, nevrologiya, kardiologiya va terapiya
yo'nalishlarga ixtisoslashib borganmiz. Endi etap-etap, bosqichma-bosqich deydi. Kardiologiya va kardioxirurgiya, nevrologiya va neyroxirurgiyaga ixtisoslashmoqchimiz. Sekin-sekin shu bo'yicha ketyapmiz, izlanishlarimiz. Endi agar kimdir kardiologiya muammosi bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsa, uni maksimal hal qilib bera olamiz. Shu bilan birgalikda bizda jamoaviylik. Ko'p klinikalarda jamoaviylikda muammo bo'ladi. Ya'ni hamma o'zicha o'zi yo'nalishlar bo'yicha ketaveradi. Lekin bunda o'zim как shifokor sifatida aytaman, bu xato. Jamoaviy birlashib ishlansa, maslahat qilinsa, fikr almashsa, unda sinergizm degan narsa bor. Ya'ni ikkita, uchta kalla, ya'ni miya birlashsa juda katta effektlarga erishiladi. Juda ko'p muammoni hal qilish mumkin. Shundan kelib chiqib biz ko'p vohadan, vodiydan va boshqa mamlakatlardan keladigan bemorlar ko'p sarson bo'lgan, qiynalgan, tashxisi aniq bo'lmagan, davosi samarasi bo'lmagan bemorlarni birga maslahatlashib, fikr almashib ko'pincha tashxislarni topib, qo'yib, natija qilganlarimiz ko'p bo'lgan. Mana shu narsaga ko'proq fokus qaratganmiz. Jamoaviy yondashamiz biz deb. Masalan, o'zim shu klinikalarda ishlaganda bilasizlar, bir Dr. House degan ko'pchilik ko'rgan klinika bor, serialda. Mana shu jamoaviylikning effektini, sinergizmini ko'p ko'rsatishgan shu yerda, yoritishgan. Ya'ni maslahatlash chunki bir shifokor o'zini sohasida kuchli. Bir xil masalan tekshiruvda kuchli, birov davolashda kuchli. Ular birlashganda, maslahatlashganda har sohada ham bu ahamiyatga ega. Har sohada jamoaviy birlashsa, juda ko'p effektlar bo'ladi, yaxshi g'oyalar chiqib keladi, kuchli natijalar bo'ladi. Hozir sizni jamoangizda ham bilaman, shunaqa xodimlar bor. Ya'ni kimnidir ilmi juda kuchli, lekin xarakterida nuqson bor, ya'ni kelishish qiyinroq. Kimnidir sadoqati o'ta kuchli. Mayli, u qadar ilmini zo'r bilmasligi mumkin, lekin sadoqati va muomalasiga gap bo'lishi mumkin emas. Taroziga qo'ysak, siz qaysi tomonga bosgan bo'lardingiz? Sadoqatmi yoki ilmmi? Bu yerda sadoqatni men ko'proq, shaxsiyat, sadoqat bo'lish uchun insonda sog'lom fikr bo'lish kerak. Yo'nalish to'g'ri tanlay bilgan bo'lish kerak. Fidoyilik, sadoqat, to'g'ri so'zlik, rostgo'ylik bu juda ulug' fazilatlardan hisoblanadi deyman. Bu fazilatlarni endi ochig'i ustozlarimiz aytadi-da, buni как boyaga aytgan yana u kadr, ya'ni xodim tanlayotganda qaysi muhim deganda, masalan, insonning shaxsiyati bor, ya'ni o'sha muomalasi, sadoqatliligi, rostgo'yligi, intizomi. Bor bilim, ko'nikma, tajribalar. Bu men shunda ko'p kuzatdim. Boyagi birinchi tomoniga e'tibor berganimda, so'rab surishtirish, qanaqa ishlagan, nima bo'lgan, qanaqa emas so'raganda, shaxsiyatiga e'tibor berganimda bu tomoni ko'pincha rivojlanib ketdi. Boyagi hard skill deydi, ya'ni tajribasi, bilimini keyin o'zi rivojlandi. Sekin-sekin rivojlanib, unga to'g'ri maslahat berib, yo'nalish, yordam berib, joyi kelsa o'qitib kelib, tajriba almashtirib va hokazoda 2 yil 3 yilda juda katta yutuqlar ko'rindi va zo'r bo'ldi. Shuning uchun ko'proq shaxsiyatiga e'tibor beraman. Boshqa joyda ko'rib, masalan, xodimlaringiz aytishadimi? Masalan, bu klinikada mana bunaqa oylik to'lar ekan. Bizda mana bunaqa pastroq-ku, men shu yerga ketaman degan injiqlik qilganlar ham bo'lganmi yo'qmi? Bo'lgan. Unaqa ham bo'ladi. Endi ularni ko'ramiz, men aytaman, doim xodimlarimizga aytib boramiz, diqqat e'tiborni ishga qarat. Ishga qaratsang, o'zi topadigan puling sama-sama oshaveradi. U kirib kelaveradi, o'zi ko'payaveradi. Ishni qoyillatib qo'y. Unga borib, shoxdan shoxga sakrab, unda ko'proq berar ekan, 500 ming ko'p berar ekan, uncha berar ekan, bunga o'tganda u bir narsa bo'ladi tagida. Ko'p xato qilib keyin afsus qilganlar ham bor. Chunki aytaman, sen yaxshi ishlagin, senga o'zi hamma sama-sama o'zimiz sen aytmasang ham ko'taramiz oyligingni. Ya foizingni, ya boshqangni. O'z ustida ishla, ijod qil, o'qi, o'rgan, ilm bilan shug'ullan, tajriba oshirib kel. Mana o'qishlariga ham shunaqa bo'lgan bizda, yana xodimlarimiz bo'lishi mumkin, shifokor bo'lishi mumkin, hamshira yoki menejerlarimiz qayerda kurslarda o'qisa, bo'lmaganda yarmini to'lab beramiz o'qishini. 50 ga 50 qoidamiz bor, nizomda bor. Masalan, qanaqa bo'lsa, kerak bo'lsa, chetga boradigan bo'lsa, uni ham aytganman, o'sha borib kelish, mehmonxona xarajatlari, samolyot xarajatlarini ham 50% ni qoplab beramiz. Bu beg'araz, qaytarishsiz, Qaytarishsiz, beg'araz. Zo'r. Shunday. Endi bu avvalo shu ilm yo'liga niyat qilganmiz, sarflaymiz deb, ko'pchiligi qoladi ishlab. Shu yerda ba'zi ketadiganlarga men nima qilmayman, chunki ketsa ham baribir o'sha ilmni qayerdadir ishlatganda birinchi bizga bo'ladi. Eslaydi. Endi o'zi Alloh taolo bizga shuni chekasida foizimiz bo'ladi. Qilayotgan ajr savobidan deyman-da. Klinikani muvaffaqiyati nimada deb o'ylaysiz bugungi kundagi?
Mana shu klinikani muvaffaqiyati, bemorlarning ko'pligini muvaffaqiyati sababi nimada? Xodimlaringizni o'z vaqtida ishlash, o'sha tartib bilan, qoida bo'yicha ishlashimikin yoki sizni yuritayotgan qandaydir rahbarlarni yuritayotgan boshqaruvimikin, nima deb o'ylaysiz? Endi bu yerda bir qancha omillar bor. Avvalo deyman, shu niyatimiz to'g'riligida deb o'ylayman. Endi qanchalik to'g'riligini endi 100% ayta olmayman. No, niyatimiz xolis deb o'ylayman. Shunga qaysi darajada mana 1,5-2 yil ichida shu qancha ishlarimiz bo'lib ketdi. Rivojlanib. Keyingisi mana sherikchiligimiz. Mana sherikchilik qoidalarini qilganmiz. Hammasini joy-joyida detallargacha yozib chiqqanmiz. Chunki bitta narsa bor, agar ikkita sherik birlashib tadbirkorlik qilsa, uchinchisi Alloh taolo deb bizga shunaqa o'sha hadislarda keladi, boshqada keladi. Mana shuning ham samarasini kuzatib boramiz. Shuni qilamizmi deb o'ylab, maslahatlashib, bitta-ikkita ozgina harakatlar qilsak, o'sha narsa ko'pincha bo'lib ketib qoladi, o'xshab qoladi, o'zlari kelib qoladi. Keyin nima deymiz? Shunga bog'laymiz. Shu bilan birgalikda shu kuchli jamoat tuzishimiz, doimo xodimlarni olayotganda ko'p klinikalarda xato bo'ladi. Oddiy bitta narsaga qarab, shifokorning ozgina tajribasiga va klient bazi bo'ldi. Bizda unday qilinmaydi. Biz shifokorda yosh bo'lishi mumkin. Bunday suhbatlashamiz, uni kerak bo'lsa diplom balini, erishgan natijalarini, harakatini, o'sha oldingi holatlarda nimada yutuqlarga erishganligini, niyatlarini, qadriyatlarini so'rab surishtirgandan keyin o'zi bu narsa qilinayversa o'zimizda как ustoz sifatida bittamizni ko'ziga qarab bilinadi. Odam shunaqa tajribaga ega bo'layapmiz. Bo'ladi. Mana shu deganimiz ko'pincha zo'r effekt bergan. Bizga ma'qul, eng izlab yurgan xodimga o'xshayapsiz deb ochiqini aytamiz. Lekin niyati qancha berasiz deb boshladimi? Yo'q, to'xta. Menga qancha berasiz? Qancha oylik qilib berasiz dedimi? Masalan, ayyo, buning niyati uncha bizga to'g'ri kelmaydi. Mayli, uni ham niyati, u ham mayli. Qoralamaymiz. Yo'q, bizga bir-birimizga to'g'ri kelmasa ekan deymiz. Prinsiplar to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Uni bilan ishlasha olmaymiz. Siz eng faxrlanadigan narsa nima? Bitta mana shu klinikada. Qaysi jihati bilan faxrlanasiz? Faxrlanaman, shu kasallar xursand bo'lib, rozi bo'lib, shu duo qilgandan faxrlanamiz. Mana fikrimiz tepada sal chala qolgandi. Bemorlar ikkinchi marta shu shifokoriga yoki sizga tashakkur, rahmat aytish uchun kelgan vaqtlari ham bo'lganmi yo'qmi? Ha, ko'p bo'ladi. Mana shikoyat va takliflar qilib qo'yganmiz. Ularga yozib ketishadi, odzivlar, videolarda aytishadi. Ayniqsa mana obxod qilganimizda, bizda obxod deyiladi, ko'rik, umumiy ko'rik qilganimizda, o'sha chorshanba kuni aylanib ko'ramiz, 50 ta 60 ta bemorni jamoaviy ko'rib ketaveramiz. Men endi o'zim bosh shifokor bo'lganim uchun birga obxod qilib chiqamiz. O'sha yerda so'raymiz, qanaqa? Ochiqni ayting. Natija bormi, yo'qmi? Nima o'zgarish? Yo'q, ko'pchiligi chin yurakdan minnatdor bo'lib, manaqa edim, manaqa bo'ldim deb holatlarini, o'sha xushmuomalalik hammasini so'rab chiqamiz. 5 ta punktga bo'lib so'rovnomalar o'tkazamiz, masalan, joyi kelganda. O'sha shifokor, hamshira, ovqat, tozalik, resepsiyon xodimlarining hammasini so'raganda, xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Qaysi darajada o'zimizga qo'ygan maqsadga, niyatlarga, vazifalarga erishganligimiz bo'yicha yana undan nima bo'lamiz? Motivatsiya deydi-ku hozir. Shijoatlanib ketdik, bosamiz. Demak, natija bo'layapti, dakasa. deb o'shanaqa birga ketyapmiz. O'zbekistonda xususiy klinikalar faqat pul uchun ishlaydi degan fikrlar bor-da. Bunga qanday qaraysiz o'zingiz? Bu gapda ham jon bor, endi hamma deb bo'lmaydi. Qaysi darajada shunaqa klinikalar ham bor. Daromad manbai sifatida ochilgan bo'ladi. Lekin bunga uncha qo'shilmayman, chunki bu tibbiyot sohasida shu sohani chuqur his qilmasa, bu bir nima deydi, qo'pol aytganda oddiy bir santexnika ishlab chiqarish yoki konstitlar yoki bo'lsa qurilish mollari ishlab chiqaradigan soha emasda. Bunda nozik joylari ko'p, tonkiylari bor. Bunga sohaga odam o'zi mehr qo'ymasa, shu sohaga uncha o'xshamaydi ham, foyda zo'r bo'lmaydi ham, boya aytganda baraka ham bo'lmaydi. Ko'pincha muammodan bo'sholmaydi. Men shunaqa klinikalarda ishlaganman o'zim. Shu fokus foydaga qaratiladi. Pul tushumiga qaratiladi. Daromad, tushum, foyda va hokazoga qilib, masalan, oddiy o'qib kelamiz, malaka oshirib kelamiz, shunga sal qarashing degan paytlarimizda, yo'q, o'zing o'qisang, o'zing uchun o'qiysan deganda. Lekin borib biz o'qib kelsak, o'sha klinikaga, o'sha sohaga rivojlanishga hissa qo'shamiz-ku. Lekin shunda hatya mana bir qismiga qarashib boring, men hozir imkoniyatlarim cheklangan, yangi ilmlar bor desak, shunda o'sha paytlarda ko'nglimga tuyganmiz. Klinika qilsam shunaqa qilaman. Chunki 3-4 ta klinikalarda ishlaganman. Unisidan bunisiga o'tib, 3-4 ta izladim, keyin 10-15 ta klinikalar surishtirganman. Shunaqa nima qilsa bo'ladimi? Yo qarasam
bu noto'g'ri-ku. Bunda qanaqa qilib shifokor, masalan 5 yil, 3 yil ishlayotgan shifokor oyligini masalan 3 oy oyligini yig'ib, u borib kelib chetga borib, masalan Koreyaga yoki Hindiston yoki Turkiyalarga borib o'qib kelish uchun u yetmaydi. Yetmagandan keyin u ayni o'sha 30 yoshdan 25 yoshda tugatsa, 35-10 yillik davri bor. Borib shijoat bilan o'rganadigan. 40lardan keyin уже qiyin уже. Xohisham yo'q. Qota boshlaydi, xohish, g'ayrat, shijoat pasayib ketadi. Komfort zonaga kiradi. O'qib ket desam, qo'y deydi. O'sha paytda bosish kerak ular. Yonib turadi-ku. Mana ingliz tilini o'rganadi, o'rganib sveji bo'ladi. Masalan, tilni borib o'rgangandan keyin borib kesagina yana motivatsiya oladi. Shu tildan foydalanib. Bo'lmasa o'rganib o'zimiz ham shunaqa bo'lganmiz. O'rganganmiz, qizib turgandan keyin o'sha paytda borsangiz maza qilasiz. Men o'rgandim, natija qildim. Bir oy yurdim, yaxshi gaplashdim. Yana kuchayadi, yana o'rganadi. O'rganib hech qayerga chiqmasa chetga u hech qanday ma'no yo'q. Esdan chiqib ketadi tilim. O'shanaqa joylarda og'riqlar bo'lgan. Yo'q, shu narsalarga asta-sekin erishib kelyapmiz. Qarang, bugun tibbiyotda har xil mahsulotlar chiqaryaptilar. Masalan, dori emas mahsulot deb qo'yishadi. Masalan, bat deyishadi va ba'zi birlariga reklamalarda o'zi aslida mumkin emas, lekin 100% kafolat beramiz deb qo'yishadi-da. Shu jihatlarga ko'p e'tibor qaratamiz. Bunga qanday qaraysiz? Dorilarni o'ziga 100% yoki batlarga 100% kafolat berish, inson organizmi uchun javob berish, boshqaning organizmi alohida individ-ku. Bu xato. Bat u biologik aktiv добавка, vitamin deydi, shunga o'sha mahsulotlar. Ularni dori deyish xato o'zi. Xo'sh, beriladi. Kimgadir shu yetishmay qolsa, masalan 100 ta bemor bor. Shu masalan 10-15 tasi qayerda shu vitamin yetishmasa, va yo'da papalim deydi-ku, o'xshab qoldi deydi. Shunaqa o'xshab qoladi, ishlab ketadi. Effekt beradi. Lekin uni masalan ommaga o'qilib bir xilda mana call center qizlar olayotganda ham ko'ryapman. Nechtasini ko'rdim? 4-5 tasi keldi. Ochiqda aytaveramiz. Ha, qayerda ishlagansiz? Batda ishlaganman deydi. Ha, nima chiqib ketdingiz? Qadriyat to'g'ri kelmadi. Yolg'on gapirish kerak deydi. Psixologik bosim o'tkazishimiz kerak klientga deydi. Sotib olganmancha qo'ymaymiz deydi. Nima bo'lsa va'dani beramiz deydi. Jigar tuzatib yuboradi, sirroz tuzatib yuboradi, infarkt tuzatib yuboradi, sahrni yo'q qilib yuboradi. Yolg'on-ku masalan. Yolg'on marketing, yolg'on reklama masalan. Yolg'on va'dalar beryapti. Buni o'sha 10-15 ta menejerlarimiz aytadi deydi, shuni aytasan. Endi pul uchun bir xillar aytib, pul olib yotdi foizdan sotibda. Shularni eshitganda ba'zida deb nima qilamiz? Vijdon qiynaladi. U shu xalqimiz shunaqa ishlarga aldanib, sotib olib, ishlatib, yo'q bo'lib ketgan nechta bo'ldi. Nechta bir gur pop yonadi. Reklama bilan yana yo'qoladi. Patsa sotadi, odamlar bir martaga oladi. Chiqmagan jondan umid, jon og'rig'ida eshitib reklama Instagramdan ko'rib, shundan ham ogoh bo'lish kerak. Har xil narsani olavermasdan maslahatlashadigan bemorlarimiz ham bor. Shunaqa reklama qilishayotgan nima deysiz deb. Yoki tashib bering deyman. Nechta Telegram tashib beradi. Yo'q, qo'ying, kerak, hech qanday bir yerda ma'no mantiq yo'q. Sizning kasalingizga foyda bermaydi deyman. O'sha yerda masalan oyoqqa 4 million, 5 million, 10 million pul tejiladi sira. Endi unaqalar kamda, endi hamma o'qimaydi unaqa. Endi uni sekin-sekin xalqimiz o'zi tushunib, bilib, Instagramda qarab, iloji boricha hozir ChatGPT bor, Google bor, boshqalardan so'rab, sal ilmini olib, harakat qilsa shunda to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa aldanib yuraveradi-da. Sizni klinikangizda ham shifokorlar bemorlarga 100% tuzalib ketishingizga kafolat beramiz degan joylar ham bo'lganmi? Yo, o'zi aytiladimi shunaqa narsa bemorga? Uni endi qanday tashxis qo'yilgandan keyin, har bir kasallikning diagnozi aniq bo'lgandan keyin uning prognozi bo'ladi. Oqibati nima bo'ladi, bu qanaqa bo'ladi? Bor kasalliklar bemor aytsa bo'ladi, tuzataveramiz. Masalan, deylik, surunkali holatlar bo'ladi, o'tkir holatlar, o'tkir bronxit, o'tkir gastritlar bor, masalan, holatlar bor. To'liq tuzatishga erishsa bo'ladi. Masalan, yara kasalligi. Oshqozon yara, o'nikona yara kasalligi keng tarqalgan. Hozir shu lechenalari bor, to'liq tuzatsa bo'ladi. Endi 100% yo'q qilib yuborib bo'lmaydi. Shunday chandiq qilib, rejimini qilsin, umuman qo'zimaydigan bo'lib ketadi. Kerak bo'lsa 10 yillab yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bor kasalliklar. Masalan, qon bosim kasalligi desa, bor uning bir 10-15% to'liq tuzatsa bo'ladi, lekin 70-80%ni to'liq tuzatib 100% yo'q qilib bo'lmaydi. Endi qilganlar ham bor. O'shanday sababidan kelib chiqib yuzlab turlari bor, sabablari bor. O'sha o'rganilib, keyin aytsa to'g'ri bo'ladi. Bu kasallikni mana qilib ko'ramiz. Yo, buni buna qilib bo'lmaydi. Men aytaman, doimo to'g'risini ayt. Katta va'da berma. Chunki kutuv degan narsa bor-da. Masalan, qandli kasalligini bir hozir Instagramda tuzatamiz deyapti-da, to'liq. U kutuv tuzatadi deb o'ylaydi. Boratan 10 million, 15, 20 qancha pul bo'lsa beradi. Lekin natija yo'q. Keyin har xil alam qilib yuradi. Bu mingta bahona qiladi, uni qilmadingiz, buni qilmadingiz deb o'sha xatoni boshqa bahonalarni kasalning o'zi yuklab qo'yadi. Bunaqa qilgansiz, bunaqa bo'lardi deydi. Qilib bo'lmaydigan narsalar aytadi.
deb o'zini o'zi qiynalib yurishaveradi. Doimo o'sha bilimga, isbotlangan tibbiyotga asoslanib ishlagan shifokor adashmaydi, xato qilmaydi, bemorning oldida ham izza bo'lib qolmaydi, xijolat bo'lib. Ko'p bemorlar bugun mana shu aynan Instagramdan, boshqa joydan ko'rishadi. Reklamani ham kuchi kattada aka. Chet mamlakatlardan davo izlashadi. O'zlarini kasalliklariga, masalan, Turkiyaga ketishyapti, Hindistonga ketishyapti, Rossiya bu yog'i, Xitoy, Koreya mamlakatlaridan izlashadi. Nima uchun? Ikkita sabab bor. Yoki ular bu yerda, umuman o'zi O'zbekistonda o'sha kasallikni davolash mumkin ekanligini bilishmaydi. Yoki umuman izlab ko'rishmagan, kimnidir tavsiyasi bilan hech yo'q shu yerdan meni davoyim chiqib qolar degan fikr bor. Siz bunga qanday qaraysiz? Hozir O'zbekistonda tibbiyot sohasida har qanday kasallikni davolash imkoniyati mavjudmi? Endi oxirgi 10 yillikda alhamdulillah deylik, Toshkentda ham, O'zbekistonda ham tibbiyot sohasi yaxshi, sezilarli rivojlanyapti. Buni natijalarini eshitib kelyapmiz. Endi boyagi holatlar bor. Bu yerda ikki tomonni ham masalan oladigan bo'lsak, adashib shu Hindistonga, Turkiyaga bilmay turib borib, u yerdan ham davolanmay, tuzalmay kelib, o'zimizda tuzalganlar nechtasini ko'ryapmiz. Natija qilib, mana bor ekan-ku o'zimizda ham. Tuzatsa bo'lar ekan-ku, Turkiyaga borib keldim, unga bordim, lekin bo'lmadi yaxshi deb o'zimizda tuzatganlarimiz ko'p bo'lgan. Yuzlab, kerak bo'lsa undan ham ko'proq masalanda, har xil kasalliklar bo'yicha, jigar kasalligi, bo'g'im kasalligi va hokazo. Endi ularning ham yutuqlarini tan olish kerak. Turkiyada, Hindistonda ham masalan ayniqsa yurak qon tomir jarrohligida, onkologik kasalliklarda masalan hozir o'sma, neyroxirurgiya, nevrologiya kasalliklarida ham, neurologiyaning jarrohlik sohalarida ham masalan o'sma kasalliklari, orqa miya, bosh miyada ham katta yutuqlarga erishgan. O'zimizda natija bo'lmaganlarni, yaxshi natija qilganlarni ham guvohi bo'lganmiz. Masalan, jigar transplantatsiyasi, buyrak transplantatsiyalari ko'chirib o'tkazish, ko'mik ko'chirib o'tkazishlarda ham yutuqlarini kuzatib kelyapmiz. Endi mana shu narsalarda inshaalloh deb gapiraylik, harakat qilamiz. Mana shu yaqin 10 yillikda reja qilganmiz, shu Corvita Hospital'da eng zamonaviy klinikalar qatoriga kirgizish. O'rta Osiyoda bir top 3 klinikaning orasiga kirish masalan larda maqsad qo'yganmiz. Nimadan kelib chiqib, ya'ni bizda O'zbekiston, o'zimizning mana shu qora ko'zlar chetlarga borib, sarson bo'lib, katta pullar to'lab yurish bizning ham bir og'riqli joylarimiz masalanda. O'zimizda o'ylantiradigan, nimaga biz boyagina bir maqol bor, naql bor, biz nima eshik qisqami deydi-ku. Shundan biz ham shu narsalarga erishsak bo'ladi. Mana shularga qarab maqsad rejalarda, strategiyalar tuzganmiz. Bu yerda albatta faktorlar o'sha eng katta og'riqli joy kadr. Masalan, bino, apparatura, asbob-uskunalar hammasi bor. O'sha MRT, MCT, rentgen, kardiografiya va hokazo tekshiruvlarimiz bor, yo'q emas. Lekin kadr suskashlik qilyapti. Kadrlarni o'qitish, tajriba oshirish. Shuni yo'lga qo'yyapmiz. Bularning mevasini menimcha bir 10-15 yilda ko'ramiz. So'nggi katta savolim bo'ladi, Muzaffar aka. Siz taxminan aytaylik 7-8 yil oldinga o'sha qaynab turgan, ilmlari jo'shib turgan davringizga qaytamizda. Ochig'ini aytish kerak, chet mamlakatlarda, shu Yevropa mamlakatlarida tibbiyot sohasiga yaxshigina maosh to'lashadi. Siz ham ketishingiz mumkin edi. Va u yerga borib tayyor holatda, masalan bu yerda bosh og'riq klinika och, xodimlarni jamlab bitta katta jamoaga rahbar bo'l emas, bitta xonaga kirib, hamma sharoitlari bor, lyuks xonaga kirib, bemalol o'sha bemorlaringizni qabul qilishingiz va katta maoshni olib ishlashingiz mumkin edi, lekin nima sizni O'zbekistonda ushlab qoldi? Endi men o'zi qandaydir ichimdan qalban shu vatanparvar insonman. Masalan, chetga borib, ishlab, ularning foydasiga shu ko'proq oylik beradi degan narsani ochig'i takliflar, variantlar bo'lgan. Lekin yo'q, u narsani men faqat atkaz qilganman, doimo inkor qilganman. Shundan deb bilaman, balkim o'sha millat uchun, vatan uchun o'qiganimiz uchun ko'pchilik ham so'raydi, qanaqa qilib siz oddiy shifokor klinika ochdingiz? Sizni nima sponsoringiz kim investor va hokazo deb. Mesela investor ham o'zimiz va hokazo. Avvalo Xudo, mesela oddiy oiladan, ishchi oiladan chiqqan farzandmiz. Masalan, bir menda katta otamdan meros qolmagan. Shu noldan deydi. Oz-ozdan kichkinadan boshlab mana bu ikkinchi klinikamiz. Shuni bir 5-6 yildan beri shu klinikani ochish, tadbirkorlik, biznes sohasiga ham kirdik. Yo'q, o'sha niyatimizning kuchi, qolgani sabablari, ilm, ustozlar bor. Shular bilan o'rganib, sekin-sekin qilib kelyapmiz. Yaxshi, o'zimiz kutgandan ham yuqori natijalarga qisqa vaqtda erishdik. Yashang.
Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Hozir suhbatimiz yakunida siz bilan blitz savol-javob o'ynaymiz aka. Ya'ni men sizga tezkor savol beraman, siz tezkor javob berishingiz kerak. Maksimal savollaringizni so'zlari 3 tadan oshib ketmasligi kerak. Tayyormisiz? Bir so'z bilan Carvita Hospital bu nima? Qanday ta'riflaysiz? Bir so'z bilan. Yurak qon tomirga ixtisoslashgan Yaxshi. Siz uchun yaxshi shifokorning eng muhim sifati, fidoyiligi. eng og'ir qaror qabul qilgan kuningiz qaysi? Kunimda ayta olmayman, shu klinikaga mana shu Carvita Hospital bilan katta binoni ochishga qaror qabul qilgan. Pulmi yoki obro'? Kelasi emas. Har kuni takrorlaydigan odatingiz bormi? Ertalab uydan chiqayotganda o'sha Allohni zikr qilib chiqib ketish. Sizni ilhomlantiradigan inson kim? Shu ustozlarim bor, shogirdlarim. Bemorlarning qaysi gapi sizni eng ko'p quvontiradi? Shu tuzalib ketdim, yaxshi bo'lib ketdim, rahmat desa. Qaysi gapi sizni xafa qiladi? O'zgarish bo'lmadi uncha. Tibbiyotda eng yomon illat qaysi? Pul topishga fokus qaratib yuborish. Yosh shifokorlarga bitta maslahat bering. O'qish kerak, ilm. O'qiganda ham chuqur o'qish kerak. Bir kunlik sog'liqni saqlash vaziri bo'lsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Tekshiruvlardan, dorilardan bonus olishni yo'q qilib bo'lardi. 10 yildan keyingi Carvita Hospitalni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Yurak qon tomir bo'yicha birinchi raqamli klinika. Muvaffaqiyat siri nimada siz uchun? Muvaffaqiyat sirimi? Niyatni yaxshiligida, xolisligida. Shu kasbingizni yana tanlagan bo'larmidingiz? Ha, albatta. Siz uchun baxt nima? Men uchun shu kunidan rozi bo'lish. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Atom odatlar degan kitob. Blitz savollarim tugadi. Bugungi o'zi intervyumiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. O'sha avvalida aytganimiz, salomatlik bu tuman boylik. Siz uchun to'g'ri tanlov bu to'g'ri shifokorlarni tanlash hisoblanadi. Bu salomatligingizning eng asosiy poydevori ustuni hisoblanadi. Biz mana shunday O'zbekistondagi eng katta klinikalardan biri hisoblanadi, Carvita klinikasi va uning rahbari bilan. Birinchi o'rinda men har doim insonlar bilan muloqot qilayotganda birinchi insonni o'ziga e'tibor qarataman. Mana siz insonni o'ziga, ya'ni rahbarning o'ziga e'tibor qaratishingiz mumkin. Uning qo'l ostidagi xodimlari ham albatta o'zlaridan kam bo'lmaydi. Aka, sizga rahmat vaqt ajratganingiz uchun. To'g'ri ma'noda bemalol, ochiq holatda aytishimiz mumkin. Bu yerga kelib, avvalo yaratgandan, ana undan keyin shifokorlardan shifo topa olasiz. Sizga rahmat. Salomat bo'ling.